Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugungi bemorimiz Pirjama Gulbarchin opa Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelganlar. Bu kishini tashxislari Parkinson kasalligi, stroxli shakli bilan kelganlar. Bemor 5 yil oldin bemorga diagnoz qo'yilgan. Bemor yetarli miqdorda, yetarli dozda dori ichmasligi sababli bemor butun tanada titroq, yurishga qiynalish, o'zi mustaqil yura olmasdan qizlari farzandlarini yordam bilan yurib kelganlar. Bemor 7 kun oldin kelganda bemor o'zi mustaqil harakat, mustaqil yurishga qiynalish bor edi. Biz dorini dozalab berganimizdan keyin bemor hozir o'zi mustaqil tashqariga chiqishni, mustaqil yurishni boshladilar. Mana hozir bemorda holatlari kelganda qanaqa ekanligini bemorda o'zlaridan so'raymiz. Kelganingizda qanaqa edingiz? Hozir qanaqasiz? O'zingizni fikringizni aytib keting. Men kelgan vaqtda qaltirab o'tirardim, qimildab. Basim deb enkaytib o'tirardim. Hozir basim tikaydi. Yaxshiman, o'tirganda qaltiramay o'tirardim bo'ldim. Azmas tikayib o'zim yuribman. Hech kimni istamayman. Birashta rahmat. Endi bir Kelganda yaxshiman. kelganingizdan ancha yaxshisiz. Hozir o'zingiz yuryapsiz, o'zi hojatxonaga chiqyapsiz, o'zi xizmat qila olyapsiz. Oldingidan ancha yengilmisiz? Hozir yengilman. Tuvaletga o'zim borib kelyapman. O'zingiz borib kelyapsiz. O'zim borib kelyapman, hech qaysi bormayman. Uyingizga o'zingiz borib kelmassiz, bitta videoingizni bitta jiyaningiz olib kelganda ikki kishi ushlab olib borib olib kelardi. Qo'rqib yuribman, qo'rqardingiz, yiqilib ketaman deb. Hozir endi bir yurishingizni ham ko'rsatib berasiz, xudo xolasa. Ko'rsataman. Ko'rsatasizmi? O'zlari bemalol yuryaptilar. Bir hafta oldin o'zlari tayoq inson yordam bilan yurayotgandilar. Bir hafta oldin o'zingiz shunaqa mustaqil yura olmadingiz? Yaxshi yurolmadim. Yura olmassiz, birov ushlash kerak edi, tayog'ingiz bor edi yurishga. Hozir mustaqil yuryapsiz. Ancha nimangiz ham ko'kragingiz ham ko'tarilgan, ha? Yuring, qo'rqmasdan yuring. Qo'rqmang, yiqilmaysiz, qo'rqmang. To'g'ri o'taman.